Barcha obunachilarga salom. Ekran qarshisida sizlar bilan yana bir bor deb. Xullas, men Dris Minecraft va barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Dris Minecraft. Necha marta aytaman, bilmadim. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda qaranglar, tashqari qanaqa yomg'ir bo'yotibdi. Yomg'ir dahshatli darajada bo'lyapti. Ayniqsa bu momaqaldiroqli yomg'ir, ya'ni hozirdan keyin chaqmoq chaqib qolishi mumkin. Bugun biz do'stlar sizlar bilan birgalikda mana bu millioner uyini o'g'irlashni ikkinchi qismini olamiz do'stlar-da. Xo'p, hozir menda reja bor do'stlar. Qanaqa reja, qanaqa qilib o'ldirmoqchisan desalaring do'stlar, millioner uyini qaranglar do'stlar. Ish qilib chaqmoq urmasa bo'ldi. Qaranglar, hayvonotda hozir ikkita qo'riqchi turibdi, to'g'rimi? Mana misol mana shu yerda tasavvur qilaylik. Ikkita qo'riqchi turibdi, men bundoq yugurib kelaman deb bitta izmurudli ustunini bundoq kesaman, bundoq chopib o'tiraman. Bittasi yugurib keladi-da, bitta uradda meni, "Ey, sen nima qilyapsan?" deydi. Bundoq qarayman da basharasiga, ustun olyapman, nima qilibdi? Izmurudni olmoqchiman deyman, keyin menga qaraydi. Sen nima g'alatiroqmisan, jinnimisan? Birov mulkini olyapsan, birov narsasini tentaymisan deydi. Menga farqi yo'q deyman, olishda davom etaman, keyin uni achchig'i chiqadi, meni mana bu yerda qafasiga qamab qo'yadi. Da do'stlar, keyin gapni eshitinglar. Qamab qo'yganidan keyin esa, no'garchi bu yo'qni o'zinglar ko'rasizlar, hamma narsani aytib berdim, qiziqib qolmadi shekilli. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bu tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Yuramiz. Salom, yaxshimisizlar bolalar? Sizlar hozir mana bularni shuni olib. Oy, to'xta. Nima deysiz? Qo'limdagini ko'ryapsanmi? Sen jinnimasan? Yo'q, jinn emasman. Nima qilibdi? Mana bu yerdagi narsalarni olyapman, nima qilibdi? O'zimga kerakli. Ey, to'xta, Flos. Orqamdan yur, jinni. Sen o'zingcha nima? Kimsan sen birovning narsasini oladigan? Orqamdan yur. Nimaga tushunmadim. Orqamdan yur, bo'lmasa mana bu pushkani ko'ryapsanmi? Mana shu bilan otib tashlayman, tushundingmi? Tez yur, Flos. Tez yur. Mana bu yerga kir. Shu yergami? Da. Mana kirdim. Aha, yaxshi. Endi mana bu narsalaringni tashla, hammasini, qo'lingdagi kirkani ham, davay, hammasini tashla. O'xshadi. Uzr, ataylab qilganmi? Ataylab qilasanmi, ataylab qilmaysanmi, menga вообще farqi yo'q. Mana shu yerda turasan endi, yomg'irda. Tentak. Bunday o'xshadi. Janob, meni chiqarib yuborsangiz-chi, nima qilibdi? Hech narsa qilganim yo'q-ku hali. Seni chiqarmayman endi. Mana shu yerda turasan, tushundingmi? Mayli. Obunachilarim shu qat'iy bir video rolik olsam maylimi? Bunisini bilmadim, xohlaganingni qil. Lekin mana bu yerdan hech qayerga chiqmaysan endi, tushundingmi? Bu yerdan qochib keta olmaysan. Agar qochadigan bo'lsang, mana bu pushka bilan otib tashlayman, tushundingmi? Bizda huquq bor. Mayli, bilganingizni qiling. Do'stlar, qaranglar. Короче, obunachilar aytgancha men tomog'im shamollab qolgan do'stlar. Shamollagan holimda ham do'stlar, tomog'im bo'g'ilgan holida ham, tomog'imni og'ritib bo'lsa ham sizlar uchun videolar chiqaryapman do'stlar. Iltimos, meni do'stlar, ovozim chiqqan, meni skinim chiqqan, meni videolarim ko'rgan любой kanalingizga do'stlar, iltimos sizlardan bittagina obuna tugmasini shuni bosib qo'yinglar do'stlar. Rahmat oldindan katta. Do'stlar, chunki nimasi bo'ladi? Men hozirda faqat telefon bilan videolar olaman do'stlar. Bu hech qanaqa kompyuter emas, shunchaki telefonim birozgina kuchlilik sababi ishlayapti normalniy. Lekin baribir ham buni uje davri tugayapti do'stlar. Jennerson, gapiraverib jonga tegding, tushundingmi? Gapirmasdan tura olasanmi yo'qmi? Axir o'zingiz janob menga video olaver degan bo'lsangiz, video olaver, muncha gapirasan, sal kamroq gapirsangchi, erkak bu xorli, ko'p gapirmaydigan bo'ladi. O'zingiz erkakman deb o'ylayapsizmi? Tushunmadim, nima demoqchisan? Uzr, hech narsa. Короче, obunachilar shunaqa narsa, iltimos sizlardan do'stlar, sizlar uchun shuncha videolar qilaman do'stlar. Men tezroq kompyuter olishim uchun do'stlar, sizlar meni kanalimga hozir obuna bo'lsalaring, tezroq любой mana yangi ochgan kanallarim 1000 ta bo'lishi bilan do'stlar, men u kanallarni sotaman deb o'zimga yangi kompyuter olaman do'stlar va undan keyin asosiy kanal qilib do'stlar, katta seriallar chiqarishni davom ettiraman. Tushunmadim? Sen hali YouTubermisan? Da, endi bilyapsizmi YouTuberligimni? Yo'q debman. Da, endi bilyapman. Oldin bilmas edim. Lekin nima YouTube'da? Dris Minecraft? Da. Ovozing juda tanish edi. Juda o'xshatgandim o'zi seni. Xo'sh, janob, meni chiqarib yuborasizmi? Axir men Dris Minecraft bo'lsam, yo'q, hech qanaqa chiqarib olmayman. Dris Minecraft bo'lsam, Mr. Beast bo'lsang ham chiqarmayman, tushundingmi? Mayli. Uzr. Xo'p do'stlar, kelinglar deb rejamizni amalga oshiramiz do'stlar. Qaranglar, hozir sizlarga mikrofon oldida kelib gapiryapman. Misol uchun mana bu qaranglar, mana bu devor do'stlar. Mana shu qo'riqchi bo'lsa hozir eshikni qaranglar do'stlar. Mana yerda bossam ochiladi do'stlar, ko'rasizlar? Mana shu yerdan eshik ochilgan paytda yugurib chiqaman, kallasiga bitta uraman do'stlar. Bitta urgandan keyin kallasi aylanib qolib, nimalar deb pichirlayotibsan? Hech narsa, o'zim sal shunaqa odatim bor-da, tentakcha o'zim gapiradigan.
Короче, do'stlar, bitta uraman, keyin bu yerga yotib qolgan payt sekingina kalitlarni olib do'stlar bu yerdan qochaman va keyin davomini ko'rasizlar do'stlar. Juda ham qiziq. Xo'p, janob Jinrusim juda ham sovqatib ketyapman. Menga farqi yo'q. Men ham sen bilan teng turibman. Lekin farqi yo'q. Mana shu yerda turasan endi. Mayli, janob, o'zingiz bilasiz. Yaxshi. Tushmadim. Mana hozir maflos. Do'stlar, Jinrusim o'xshadi. Buni qaranglar do'stlar, yerga yiqilib qoldi do'stlar. Bu juda ham zo'r. Ajoyib do'stlar, ajoyib. Kelinglar deb bo'lsa, biz sekin ichini chiqalamizda. Endi kalit nimadirlarni olamiz xo'sh. Короче, qani bratishka, bu yoqqa ber. Oppa, yaxshi do'stlar. Kalit topdim do'stlar. Bu kalit bilmadim. Bu qanaqa kalit? Menimcha garajning ichidagi mashinalarni kaliti bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Xo'p, yana qidiramiz. Yana nimadir bo'lishi kerak do'stlar. Qani. Plastik qanaqadir topdim. Hozir oppa do'stlar, mana bizga kerakli asosiy kalitni topdim do'stlar. Hozir yugurib sekingina mana bu yerdan qochib onamga ko'rmaslik kerak tez. Yaxshi. Oppa do'stlar. Do'stlar, xo'p, endi kelinglarda keyingi rejamni o'xshatish, ya'ni amalga oshirishni boshlaymiz do'stlar. Hozir ana tentakni kiyimini olaman do'stlar. Kiyimini o'zim ustimga kiyib, boshqacha kiyim kiyib do'stlar. Boshqacha kiyim kiyib emas. Mana buni kiyib do'stlar, qaranglar. Mana shularni kiyib olaman do'stlar. Ikkinchi askarni ham do'stlar orqasidan boraman-da, kallasidan bitta urib uxlatib do'stlar, tepaga chiqib millionerni bor pullarni olib chiqaman do'stlar va sekingina kelaman-da, garajdagi mashinalarni ham olib ketaman do'stlar. Chunki menda mashinaning kaliti ham bor do'stlar. Mana bu esa eshikni ochadigan kalit, ya'ni mana bu. Bundoq kelasizlar-da, bitta silq etib bundoq o'tkazasizlar, короче, tirs ochiladi-da, keyin tirs yopasizlar. Do'stlar, davay bo'lsa ketdingiz ekingina. Hozir yursan tez. Menimcha mana bu hali beri xushiga kelmaydi do'stlar, o'shaning uchun bemalol yuraversam bo'ladi. Hali beri xushiga kelmaydi. Bu aniq do'stlar, men bemalol narsalarni olib qochish kunimcha bu qishloqdan do'stlar, короче, o'tiraman. Sekingina kelamiz do'stlar. Sekingina. Salom janob. Jinursin do'stlar, bu ham o'xshadi. Bu ham yerga yiqilib yotib qoldi do'stlar. Ana endi bemalol qani eshikni ochib ko'raylik. Aytganim ochiladi ekan. Qani. Do'stlar, xuddi shunaqa ochilyapti Chotki do'stlar. Aytgancha to'xtanglar. Hozir buni qaytadan ochamiz do'stlar. Hozir men uydan bitta knopkamni olib kelishim kerak edi do'stlar. Ya'ni qanaqa knopka desalaring, u bizga juda ham kerakli knopka do'stlar. Ya'ni qani, Jinursin knopka yo'q. Yo'q, Jinursin bo'lish kerak, topish kerak. Jinursin. Oddiy knopka ketdi do'stlar, xullas. Bundoq bosgan paytlar anaqa bo'lish kerak edi. Jinursin. To'xtanglar, hozir men bitta omborxonadan qayerdandir topib kelaman knopkani do'stlar. Xo'p, obunachilar, qaranglar, mana men knopkani topdim do'stlar. Knopka mana ko'rishlar mumkin. Короче, bitta knopkani o'rniga almashtirib qo'yish kerak do'stlar. Sal tezlash kerak, mablag' hushiga kelib qolmasidan do'stlar. Jinursin kallasini urib oldim shekilli, hech narsa qilmaydi. Xo'p, endi sekin eshiklarni ochamiz do'stlar. Millioner oldiga kiramiz do'stlar. Menimcha millioner hozir uxlab yotgan bo'lsa kerak do'stlar. Agar uxlamayotgan bo'lsa yana bilmadim qanday o'g'irlashimni do'stlar. Lekin ishoninglar, xuddi qanaqa mafiyalar bo'ladi. O'shalarga o'xshab o'g'irlayapman. Hozir men buni qo'ysam, mana do'stlar qaranglar. Men buni qo'yganim mana bari ochilmaydi do'stlar. O'zining maxsus knopkasi bor. Hozir bu knopkani o'sha maxsus knopka bilan almashtirib qo'yaman va bu yerda nima narsa tushunmadim. Bu yerga qo'yib, eshikni ochib do'stlar, sekingina ichiga kirib olaman do'stlar. Sekingina kiramiz. Bu yerda ham menimcha yo'q. Bu yerda kod yo'q. Qani? Jinursin taqirdan. Mazza Jinursin. Pullarim juda yo'q hozir. Jinursin do'stlar. Millioner bo'lishni qarang. Mayli do'stlar. Biz sekingina mana buni ochamiz. Jinursin bular bo'lyapti. Do'stlar, demak hammasini sekin olaversak bo'ladi. Hozir hammasini sekin olamiz-da. Anaqa knopkani ham topish kerak do'stlar. Jinursin. Yo'q, do'stlar, eshik yo'q. Yo'q, do'stlar. Jinursin. To'g'rimda olmozlar. Yo'q, izvortlar turibdi-mi? Baribir izvortlarni yaxshi ko'raman-da. Izvortlarga sodiqman, Jinursin. Izvortlar juda ham yoqqani uchun shunaqa turgandir. Mayli, uxlayvering.
Tishimsin do'stlar, xurra ko'tarib jonimga tegib ketdi. Mayli. Do'stlar, men qaraysiz, tez harakat qilish kerak ekan. Kirka, tishdan ursin, kirka yo'q, mayli do'stlar, mayli. Xo'p, ana, demak buni mana bu yerga bundoq olib qo'yamiz dedi do'stlar. Mana bu yerda ikkita ekan do'stlar. Как раз biz mana bu yerga ikkita qo'ysak, bu sezmaydi. Bizda esa haqiqiy original nesidan bor. Do'stlar, tishini ursin, mana buni tezroq olish kerak, ketish kerak. Tishini ursin, tushunmadim. Mana bo'lyapti, mana narsa uchun qiladi. Tushunsin do'stlar, sezib qoladi. Yo'q. Voh do'stlar, yo'q-mo'yo. Qutuldik-da, do'stlarda. Do'stlar, pichirlab gapirishdan va boshqa narsadan qutuldik do'stlar. Yaxshi. Ana endi millioner pullarni olamiz deb bu yerdan suramiz do'stlar. Qaranglar. Hozir ochaman va tushunmadim. To'xtanglar. Buni qaranglar do'stlar, ifloslari. Bular meni jinni deb o'ylashgan. Hozir buni bossam, mana bu yerga signalizatsiyadan mana bundan yonib xabar boradi va hamma joy trevoga boshlanadi. Do'stlar, bular meni tentak deb o'ylaydi. Qaranglar. Hech narsani bildirmaganda mana bularni shuni olamiz. Tishimsin, kirkam yo'q-ku do'stlar. Mayli. Ayyo, mana bular shuni olinar ekan. Oltinlar, mana shularni olib turaylik do'stlar. Mayli. Qaranglar do'stlar, mana bular sof, juda ham qimmat oltin bo'ladi do'stlar. O'shaning uchun bu yerda kamgina turibdi do'stlar. O'zi aslida bular juda ham qimmatga sotiladi. Hozir do'stlar, ishoninglar, mana bu uyindan ham qimmat turadi bu oltinlar. Mana o'tgan safargi videoda o'g'irlagan nimalarimdan ham qimmatga turadi bu oltinlar do'stlar. O'shaning uchun ham nimasi bo'ladi? Bular juda ham kam do'stlar. Bularni olishga millioner puli unchalik ham yetavermaydi do'stlar. Hozir do'stlar, millionerga bir ikkita qoldirsammikan, nima deysizlar? Yo'q, qoldirmaslik kerak do'stlar. Nima qilamiz qoldirib do'stlar? Nima qilamiz? Nima foyda bor qoldirgandan? Hammasini olaveramiz. Mana bu yerda esa qanaqadir nima deydi? Короче, 721 balolik, oltinlar, ana shunaqa oltinlar bor bu yerda. Do'stlar, nima narsa bo'ldi? Do'stlar, mana shu yerdan hammasini olaveramiz. Do'stlar, chinursin, juda ham charchab ketdim. Do'stlar, mana hamma oltinlarni, hamma 700-800 probali oltinlarni hammasini olib do'stlar. Mayli, lyustrasi tursin, хотя бы lyustrasi o'zida qolsin do'stlar, mayli, indamaylik shunga. Xo'p, mana bu yerda va bu yerda mana shu yerlarda edi do'stlar. To'xtanglar, tushunursin. Yo'q, bo'ldi. Ichkarida bor ekan, nihoyat do'stlar. Jinni qo'rqib ketibman, agar ichkarida bo'lsa nima qilaman deb. Mana bu haqiqiy kaltni o'zim bilan olib olaman do'stlar. Har ehtimolga qarshi bizda mana shuncha boylik bor hozircha do'stlar. Menimcha askarlar hali beri tirilmagan do'stlar, tirilmaganidan foydalangan holda tezroq bizda boyliklarni hammasini olib bo'ldik do'stlar. Endi tezroq biz qishloqdan bir haftalarga yo'q bo'lib ketishimiz kerak. Do'stlar, hozir men bir haftaga qishloqdan chiqib ketib yo'q bo'lmasam, bilasizlarmi do'stlar, aniq boshimga katta fojia yog'iladi. Mana bu yerda yotibdi. Millioner aniq do'stlar, hamma nima desa bo'ladi, tanishlariga aytib, nima qilib, tushunsiz, mana bu yerda ham oltinlar bor ekan. To'xtanglar do'stlar. Tushunmadim. Bu yerda oltinlar bor. Mashinalar qani? Yo'q, jinni oltinga mashinalar almashganmi deyman. Do'stlar, aniq shunaqa bo'lsa kerak. Mayli. Mashina bo'lsa piyoda qochamiz do'stlar. Bu yerdan tezroq qochish kerak do'stlar. Qochmasam aniq bo'lmaydi. Shaharga yo'q ketaman do'stlar. Balki keyingi qismlar do'stlar, millionerlar armiyasi bilan urushgan qismlarim bo'lar do'stlar. Nima deb o'ylaysizlar? Balki millioner o'zini soqchilari, qanaqadir qo'riqchilarga aytib meni toptirar yo bo'lsa nimadir qilar do'stlar, yana bilmadim. Topgani bilan bari hech narsa qila olmaydi, ishoninglar. Bari endi men buncha pul, to'xtanglar, axir qishloqda ham pullarim bor edi. Do'stlar, mayli, mana bu oltinlar menga do'stlar, to'g'risini aytsam, butun umrimga ortib yetib ham qoladi do'stlar. 8 avlodimga ham yetib ortib ham qoladi. O'shaning uchun bularni shuni olib ketaveramiz sekingina. Shaharga borib, mazza qilib, yeb, ichib, mazza qilib yotaman do'stlar. Militsiyalar esa hech qanaqa isbot topisha olmaydi do'stlar. Isbot dalillari hammasini do'stlar mana bu yerga tashlaveramiz. Mana hammasini mana shu yerga tashlaveramiz. Bo'ldi do'stlar. Hech qanaqa isbot dalillar qolmadi. Qo'l izi yo'q, boshqa narsa hech balo yo'q edi u yerda. Do'stlar, ajoyib. Aytgancha do'stlar, agar mendan shubha qilishsa ham, men nima qilganman? Men ancha oldin
shaharga ketgan yo'riqnoma olgan edim do'stlar. Da, shunaqa narsa короче sotib oldim do'stlar. Bu rejamni amalga oshirish uchun da do'stlar, men bir hafta oldin shaharga ketgan bo'laman. Bular mendan hech qanaqa ayb qidirisha olmaydi do'stlar va ajoyib do'stlar, suvdan tirik chiqqanda короче nima bo'laman, lekin baribir millioner men o'g'irlaganimni biladi do'stlar. O'shaning uchun aniq o'zini odamlarni yuboradi menga. Nu obunachilar, video bo'lsa shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga kattaga rahmat obunachilar. Unda keyingi videolarda ko'rishguncha xayr jigarlarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.